Mening ismim Adam. Edner podshohligining shahzodasi. O yerda sirliq Galiskar qalasi bor. Bu yo'lbars mening eng yaxshi do'stim. Menda sirliq kuch-quvvat bor. Lozim bo'lganda shamshirimni chiqarib, qattiq to'layman. Bana kuch-quvvat ato qilinglar! Ey, mavhina! Bu çağda yo'lbars arish yo'lbisiga aylanadi. Men Xiymanga, olamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'zsiz. Yasao, Denk va Orko kishili biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantar qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Skeletşah, partlatqış doğrunu Krolatiga atrapı koyup koydun. Krola Edner podshohligidagi eng cho'ng yanartaq. Agar u portlasa, hammani vayron qiladi. Mumbat dalalar, yana ordadagi barliq ishlarning hammasi kulga aylanadi. U chaqda Galiskarning xo'jayini biz bo'lamiz. Ehtiyot qil. Hava nima degan issiq, azalda mundaq bo'lib boqmagan. Abla, qara, yanartaq portladi. Darhol ko'pchilikka xabar qilaylik. Onun qara. Oh, Xiyma. Yanartaq portladi. Uning og'zini darhol etib tashlashim kerak. Pek yaxshi bo'ldi. Xiyman yanartaq eg'zini etib oldi. Afsus, harmonchini yuyinolmaydigan bo'ldim-da. Rahmat sana Xiyman. Yana Xiymankan u. Uni yengolmagidekmiz, Skeletshah, ha? Sen yengamaysan, lekin men yengaman. Uning qanday taqobil turishini o'zim bilaman. Undaqda qanday qilamiz? Bu ikki dobulg'a odatdagi dobulg'alardan emas. Uni kiyib olsang, o'rdaga kirib odamni tutib chiqa olaysan. Meni hech kim ko'rolmaydi. Men bu dobulg'a bilan niqobni olayman. Navoda odamni tutib olsam, Xiymanmi qo'lga tushadi. Ogo, bu nima degan qalayimqanchilik, hatto polni ko'rinmay qapti. Qanchalar bunda qilyapting? Yurtimizda endi faqat yig'ishtirmaydi. Lekin sen hozir bu yerda. Ha, yana yig'ishtirman. Qo'yni sirifdim, bu yig'ishtirishga bir yil ketgan bo'ldi. Oh, bu mening sehrli xotim. Balkim u meni uy yig'ishtirishga yordam qilar. Bu nima? Oh, konsertli qasam. Ha, afsun qandaqda o'ylab baqay. Giboris, qaysi shirin aroq. Oh, bo'lmadi. Buchi usti o'tirsa sehrgarlik qilsa, yordam bergin menga uylarni yig'ishtirishga. Ha, endi yana bir qitim deb baqay. O'ylab baqay. Ayna qasa uyimni tozla, supurga bo'lib axlatlarni supurib tashla. Endi tomoq etay. Yo'q. Meni qutqizing. Adam,
meni dadam qaltiskan. Xanjamat hayvonotlar bog'chasidan shaparan ketib qolg'achqa, dadam uning o'rniga buni kashf qilibdi. Chiyqirg'ich, u nima qila oladi? U barliq uchar qanotlarni jalb qila oladi. Shunga. Meni qutqizinglar! Ish bo'ldi. Yordamlashinglar! O'qo'g'i bu. Yordamlashinglar! O mening qo'ni sehrli qolsam, uni nimadan to'xtatsam bo'lar? Unutib qolibdiman. O'qo'ning sehrgarligini boshlanibdi-da. Qutqizinglar! Yordamlashinglar! Shamshirim qani, yo'qolib ketdi-ku. Men nimalarni qilib ketdim? Bu qandaq ish? Shamshirim rostila yo'qolib ketdi. Buning hammasi mening sababligim. Bu ishni yasavlik qilmasdi. Ishkalog'i nim bo'ldi? Yo'qolg'ini bir shamsharqo. Uni o'qqa tepib keladi. Har qatim shundaqku. Men uni qanday topaman? Deyla, hoşyar bo'linglar. O'rmonlik atrofidan iskili shahning kuchli bombasini bayqidim. U cho'qim mush atrofda. Darhol harakatlanaylik. Adam, Xiyman karomatini ko'rsatgan vaqt keldi. Ha? Xiyman. U hozir eliqi shundaq. Men hozir kelay. Mening sababligimni aytmading, rahmat. Bu hech gap emas, biroq Shamshirimni tezroq tepishim kerak. Men bilmayman, Shamshirim bo'lmasa sening amalin Hay! qilmaydi. Bu nima ovoz? Birisi bu tarafga kelayotgandek qiladi. Kimsan? Qadinas do'stim, Skritcha, sen qanday kirding? buni hali biz ketkichcha ko'rsan. Qara, Ay, yo'q, bundan qilma. o'rningdan turganda odamlaringga ayt. Shahzoda odamni qutqizmoqchi bo'lsa, Xiymandan boshqasi bekor. Biz uni tosh o'rmonda kutamiz. Keyin sehrgarlik qilsam, Xiymandan qilchiq tegib ketib, uni g'oyib qilyapti. Unda hus nimishki bana demaysan. Seni xafa bo'lib ketmasin dedim. Onko, o'zini aqlash bilan masalani hal qilib bo'lmaydi. Allah, chatoq oldu. Endi biz qandoq qilamiz? Bizga so'zsiz yordam qila oladi. Buni men bilime. Sening sehrgarlik qilsang, odamning qilichini Etnir podshohligining ilgirki davriga olib qo'ydi. Uni akilishga amal bormi? Bo'p qala. Bu yerda bir vaqt koridor bor. Ilgari biz yuz bergan nurg'un xavf-xatarlarni bilmaydik. Men buningga amal qilolmagandim. Biz cho'qim qo'rqmaymiz, sinab ko'raylik. O'zing borgin. Bu ishga meni chetyapma. Nayt yaxshi. Biroq yasovul qilib qolsin. Nima deb? Men bir o'lish kishi chiqiray. Kuch sarf qilgan ishlar tex ko'p. Men sana boshqa bir vazifa topshirma. Arsholusi, undaqda bu ikkimizning shikan. Vaqt koridorga kiringlar. Biz Xiymanni sabr toqat bilan saqlab turaylik. Sizlar nimanglarga ishinib, Xiymanni cho'qim yengalaymiz deysizlar. To'g'ri aytding. Mana bu mening javobim. Toshqa aylanib qoldi. Xiymanning oqibatimi shunday bo'ldi. Seni qochirayotmaslik uchun lazer nurliq rashatkichiga band qilib qo'yay, shahzoda odam. Ular yanada Xiymanning kelishini kutayotgan bo'lsa kerak. Bu nima? Yasovul kashf qilgan chiyqirg'uchku. Dilaning aytishicha, u barliq uchar qanotlarni jalb qila oladi. Ta'limga u Stratosni boshlab keldi. Hergiz yeliqi shaparang jinni boshlab kelmisin. Ilohim. Qaraganda bu narsa Xiymenga o'xshagandek qildi. Bu bilan arsh yo'limiz qanday qilyotgandi? Bu yoqqa Arsholusi. Oldiratma.
işlerken de. Oh be kızıkarlık ya. O toşkanken o, şuna da mı kokarsan? Sen sen kılmaysa bırak 100 neçə yıl ilgiriki yerde karanlık kızı kişinin yüreği pokildap gittik ya. Kokma arş yolusu, seni sihrim bilen kovdayman. Senin sehrigerliğin bundak çağladı texim için çatak deriydi o. To'g'ri, shaparang jin. Kara, arş yolusu. Bir gigant adam. Meniki de kolpak yevaptı tıkı. Onun da adamın şemşiri turda. Biz onu kandak alamız. Ya sağıldayım, biz başkalardan birini sorğanda mulayim bolşumuz gerek de ettik o. Menimce onun sözde gigant adamdan nər soraşıq qartılmıqan. Keçirin. Ay yok, kolunuzdaki bizden şemşirimiz bu değil mi? Nem demekçi geliginizni tushundim. Yaxşı karametken. Endi senin sehrigerliğin akmaydıgan boldu. Bu kalpak pek küçükken. Özgür! Arş yolusu, tez bol şemşirni al. Tezroq vaqt koridoriga boraylik. Adam peshkalik uchirmagan boz bo'ladi. Kutbuzullah! Kutbuzullah! Bu maşin adam oldu mu ki? Gör bakayım. Yaman emas. Endi biz Galiskar qal'asiga boraylik. Oqirma degandim bu. Qara endi butkul urmaliklarning hammasi bizni quvlayotidi. Lekin Şemşerni kimning ilk ekanligini unutib qolma. Qara vaqt koridori. Ahri katta. Ular keldi. Şemşerni ilk keldinglar mı? Yaraysizlar azimatlar. Endi biz qiladigan ish chiqdi. Heyman, sen qachon qaytib kelding? Bu nima? Hey, bu mashina odam. U seni ishontirgan bo'lsa, endi berib iskilit chaqni ahmoq qilsin. Gözünde yok ha! Stratos! Adam! Lazer nur rishatkisiga yaqinlashma, Stratos. Tegib ketsang tugishsa. Amiz qanday qilay? Berib mening bu yerda ekanligimni yasovulga aytqin. Bo'ldi-da, men ketdim. Adam kiralat yig'idi solinib qoldi. Biz uni qutqizaylik. Sen berib delaq darhol xabar qil. Bo'ldi-da. Nayt yaxshi. Mana endi mashina odamni ishga soladigan vaqt keldi. Hujumchi mashina, senzor bilan iskilit shahdan turgan o'rnini top. Bo'ldi, tushundim. Mumkin bo'lsa, uni boshlab chiq. Nima dedin? Mumkin bo'lsa? Endi hammani tizib piktirdigan bo'ldim-da. Etler padişahlık endi bizden bo'ldi. Nima? Bizning dedingmi? Yo'q, seniki, iskilishya.
u ayet. Kıymen. O tohire kok kaçtı. Derhal koğlap tirik tutaylı. Adam! Ha? Tırnak yoktu. Sizlarni ko'rganimga baxushalman. Shamshirimni topdinglarmi? Mana, menda. Yaxshi. Ay. Bu qo'lim yetmayapti. Qo'lim yetmadi-ku. Men birazdan kiralayman. Onko, ehtiyot qil. Agar uni tegib ketsang o'lisa. Shamsharina yo'qda etgandan keyin xizmatga o'stib kunayimjay. Yaraysan, Onko. Sen rastlı kralidin. Ben muşu nakışlarını yaktırma. Baba kuş-quvvat atatıldı! Bu işini ben yaktırmayım. Hey! Ben kıyma! Endi bu Rishotgini buzib yetay. Hoy! Ay! Yaxshi qilding, Xiyman. Skili çaktın yani texi. Aladigan hisobatimiz bor. Yaxshi, u oxiri keldi. Uni saqlab taqdim taqvogan. Qanda, Xiyman, biz yana uchrashdik. Geping bormi? Ha? Seni taşqa aylantirib qo'ysam qanda deysan? Ha? Oy, bu mashina odamkan-ku. Bu kalma. Ular bizi qiltaq tushirib shahzodni qutqazg'ili ketibdi. Chapsam borayli. Aldırma skili çak. Xiyman. Ay! Ana bunu mağnet cayını tapsın. Seni turmuğu kamıgıca bu kapelzi turup durgun, Osman. Yaxshi. İkimiz yana elishadigan bo'ldik. Hay! O mening niqob dubulg'am. Qani sening ko'rinmas raqibing bilan qanday ilishadiganligingni ko'ray. Skili çak. Xiyman, o'tirib obdan ilishqin. Xotirjam bo'l. Men seni hargiz uyri to'g'izmayman. Men bu yerda. Mayli seni ko'ray yoki ko'rmay. Sana taqobil tura olayman. Oko, kiyimin qani? Tez bo'g'in. Endi bu narsani ishlatilmaydigan bo'ldim. Sana meni Hasan taqobil tursin. Onun bu melli takabıl duray. Bo'ldi qo'y, u kessin. Hemen, bu senin nemi kığının? Keyin tushunsa yasavul. Endi Xiymanning karomatini bir ko'rib baqayli. Oldirmay tur, Xiyman. Ha? Shabaramjin, nerdu? 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 Bek çatak buldu. Skilitşah. Nerdu? Meni qutqizinglar! Qutqizinglar! Hemen, sen kanda kılıp şeperang cillani iskilişahını kovlaydıran kıt boydun, ha?
Men Oko'nun kiyimini onunga kiygizib qo'yganda, chiqirg'uchni uning kameriga qistirib qo'ygandim. Oo, senin kallan ötkür cumuk yiymen. Orada bir şoqqa qo'shqala yetkizayli. Oko, sen bağandan keyin aldı bile uyuğunu yığıştırıp etkin. Xo'p, balkim sehrgarlik bilan yordam beraman. Oko! Yo'q, men faqat shundoq deb qo'ydim. Oko! Men cho'qim sehr qilman dedim-ku, lekin Oko! bo'ldi, sehrgarlik qilmayman. Oh, Xudayım saqlasın. Heymanның ulu qahraman bo'lishi uning kuchlik sehri kuchga ega bo'lganligida emas. Kuchlik bo'lish albatta yaxshi. Ammo eng muhimi bugungi hikoyada ko'rganimizdek, Heyman qabih iskilish jahni mag'lub qilganda texmi kuchlik narsadan foydalandi. Uning nima ekanligini bilamsizlar? Agar sizlar u aql farosat deb javob bersanglar to'g'ri bo'ladi. Zehnni oshirish, jismoniy jihatdan o'sishga o'xshash muhim. Bu ikkisi sizni texmi kuchli qiladi. Xayr, xo'sh.